Toshkent City'da korobkani o'zi narxi $2,500 dan sotilganini bilasizmi, o'rtoqlar? Sizlarga o'shani yarim narxiga tayyor mebel texnikalari bilan shundoq qilib Toshkent City yaqinida, yonida Magic City'lari ham bor. Atroflari lokatsiyasi juda ham zo'r bo'lgan. Iqtisodiyot universiteti yaqin bo'lgan zo'r lokatsiyadan mana shunaqangi yangi ta'mirdan chiqarilgan va ta'mirdan keyin hech kim yashamagan chiroyli xonadonni ko'rsatib beramiz. Egalar tomonidan reklama qilyapmiz. Mebel texnikalari videoda nimani ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsasi qoladigan mana shu uyimiz 2 xonali 90 kvadrat metrli chiqadi. Narxini bo'lsa video davomida aytib o'tamiz. Kirishimizda mana shunaqa katta hol, chiroyli soatlarimiz, направляющий chiroqlarimiz zamonaviy uslubdan ta'mirdan chiqarilgan. Chap tomondagi birinchi xonamizni ko'rsanglar, mana shunaqangi chiroyligina oshxonamiz. Направляющий chiroqlari o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda ajoyib bir manzara. 9 qavatli binoning 8-qavatida joylashgan. Muzlatgich, gaz plita, hamma narsasi yetarli o'rtoqlar. Umuman kamchiliklari yo'q. Kelasiz u yashaysiz. Sifatli eshiklar qo'yilgan, sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Demak, holga qaytdik, oshxonasini ko'rib bo'ldik. Bu yerda alohida hojatxonasini ko'rishingiz mumkin va yuvinish xonalari ham alohida qilingan. Imtiyozlari yangi qo'yilgan ekan. Hurmatli mijozlar, 2 ta xona plus hollardan tashkil topgan bu xonadonimiz aniq sizning oilangizga yoqadi. Eng maza qiladigan joyi aytib o'tganimdek, buning lokatsiyasi hisoblanadi. Bir yoq tomoni Toshkent City, xalqlar do'stligi va shundoqqina muqimiy kinoteatrning oldida Magic City'ning yonida joylashgan. Bu tomonda katta mehmonxonamiz, televizorli zonalarga shkaflar qo'yilgan, radiatorlar asosida isitiladi, konditsionerlar hamma xonaga o'rnatilgan. Bu yoqda mana Magic City bemalol ko'rinib turadi. Hurmatli mijozlar, bu uyimizning narxi 112 ming startida so'ralmoqda. Hamma narsasi qolar ekan, yanada o'tib beradigan joylari bor ekan. Egalar tomonidan reklama qilyapmiz. Batafsil ma'lumot uchun egalariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Alohida yuvinish xonasini ko'rishingiz mumkin. Kir mashinalarigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Sushilkargacha qo'yilgan. Bu tomonda bo'lsa, ota-onalar yotoqxonasi. Qaranglar o'rtoqlar, zamonaviy uslubdagi divanlari, shkaflari o'rnatilgan, trimolari. Bu yoq xonamizda ham konditsionerlari bor ekan. Radiatorlari qo'yilgan. Patologgacha bo'lgan mana shunaqangi divanlari o'rnatilgan, shkaflari ham tayyor holatda ekan. Hammamizga mana shunaqangi did bilan ta'mirdan chiqarilgan, hamma narsasi o'zida bo'lgan, bemalol kirib yashaydigan, ortiqcha yugur-yugur bo'lmagan uylar nasibi ro'z eylasin. Bu yerda piramid tavrs ham ko'rinib turar ekan. Qoyilmisizlar? Hammalarga nasib ro'z eylasin. 112 mingga arziydimi, yo'qmi o'rtoqlar? Arzsa plus arzimasa minus qilib izohlarda fikrlanib qoldinglar. Biz sizlarning fikringiz albatta biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Endi o'rtoqlar, bu uyimizni qilingan dizayniga birdan 5 gacha baho beringlar. Sizlarga yoqdimi yo'qmi o'rtoqlar? Qaranglar. Uy bozor TV'da mana shunaqangi chiroyli xonadonlarni berib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.